Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda bugun Sharq va G'arb hafta ichida mavzusida suhbat qilamiz. Bir qancha mavzularimiz bor. Studiyada doimiy ekspertimiz siyosatshunos Muxtor Nazirov. Assalomu alaykum. Sizlarga xush kelibsiz. Demak, bir qancha masalalarni muhokama qilishni reja qilganmiz. Keling, birinchi umumiy masaladan, ya'ni bu haftaning muhim, ya'ni dunyo siyosatidagi muhim masalasi bu Rossiya-Xitoy munosabatlari, Vladimir Putinning Xitoyga tashrifi. Shu haqda umumiyroq suhbat qilsak-da, keyin Gruziya, Ozarbayjon bo'yicha xos savollarimiz bor. Xo'p, assalomu alaykum. Bu haftaning asosiy dunyo siyosatidagi xabarlaridan biri Rossiya prezidentining Pekinga tashrifi bo'ldi, davlat tashrifi, ya'ni saylovlardan keyingi birinchi tashrif va maqomi bo'yicha eng oliy tashrif va shunday tarzda Putinni kutib olish jarayonlari bo'ldi. Va turli xil yondashuvlar bor va agar umumiy olib qaraydigan bo'lsak, tashrif natijalari nima bilan yakunlandi degan masalalarda va umumiy yondashuv qiladigan bo'lsak, tashrif yakunlari hali ular Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar aniq bir to'xtamga, aniq bir konturga kelmaganligini ko'rsatyapti. Masalan, Rossiya uchun birlamchi manfaat bu Xitoy bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va G'arb bilan aloqalaridagi hosil bo'lgan cheklovlarni Xitoy hisobiga bartaraf etishlik. Bu yerda asosiy gap albatta energiya resurslari haqida ketadi. Asosiy Rossiyaning eksport tovari va uni eksport qilishni hozirgi kunda sotib olayotgan eng yirik davlat albatta Xitoy. Lekin amaldagi cheklovlar bor. Bu Sila Sibiri, ya'ni Sibir kuchi deb ataladigan qo'r yo'li, bu orqali cheklovlar bor va amalni kengaytirish imkoniyati mavjud emas. Uni ikkinchi loyihasini, ikkinchi yo'lini qurish ko'p muhokama qilingan edi va bu kutilayotgandi ham, chunki hozir Rossiyada o'sha eksport qilinmayotgan gazni hisobiga, ya'ni qo'shimcha rezervlar bor. Uni albatta sotish kerak. Rossiya Yevropaga ketayotgan gaz to'xtadi. Qayergadir sotish kerak. Sotish kerak, chunki gazni uzoq vaqt bir joyda saqlab bo'lmaydi. Gaz omborlarida ham bo'lsa, u ham qanchdir bir cheklovi bor. Ya'ni odatda gaz qazib olingandan keyin bo'shab qolgan sobiq gaz konlarini gaz ombor qilib foydalanilar ekan, ularning ham cheklovi bor. Doimiy ravishda u yerda gaz saqlab bo'lmaydi, ya'ni bozor kerak. Shuning uchun va urushni har bir kuni Rossiya iqtisodiyotiga juda ham katta iqtisodiy yuk bo'lib tushayotganligi sir emas va urushni xarajatlarini qoplash kerak va shu nuqtai nazardan Xitoy bu yerda strategik hamkor va shu tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu borada so'z yuritilmadi. Yangi vetkasini, yangi yo'nalishini, Sila Sibiri 2 yo'nalishini qurish, uni loyihasini ko'rib chiqish masalalari muhokama qilinmadi. Bu shundan dalolat beradiki, Xitoy tomoni bu borada juda ham ehtiyotkor bo'layotgan hozirgi geosiyosiy jarayonlarni kuzatib boryapti va ekspertlarning fikriga qaraganda hozirgi jarayonlar rivojlanishi o'rta istiqbolda baribir shundoq ham Xitoyning manfaatlariga hal bo'ladi. Ya'ni Rossiya tomon qadam tashlash shart emas. Rossiya hozir shunday geosiyosiy bir yakkalangan holatdaki, shundoq ham Xitoyga bog'liqligi ko'p. Shuning uchun ham bu borada bayonot qilinmadi va boshqa tarafdan men o'ylaymanki, bu tashrifi yakunlariga Si Zinpinning Yevropaga, Parijga tashrifi ham o'z ta'sirini ko'rsatmadi. Ya'ni u yerda ham asosiy masalalardan bittasi boya undan mana shu Putinning tashrifidan oldin Si Zinpinning Yevropaga tashrifi bo'lgan edi. O'sha davlatga va asosiy tashrif baribir Parijda bo'lgan edi. U yerda ko'proq qolib, u yerda Yevropa masalalari asosan Parijda muhokama qilingan. U yerda o'sha tashrifda Ursula von der Leyen ham qo'shilib bu jarayonlarda ishtirok etgan edi. Va shundan ko'rishimiz mumkinki, u tashrif davomida ham qandaydir bir kelishuvlar bo'lgan. Ya'ni u yerda bildirilayotgan shu sizdirilgan axborotlarga qaraydigan bo'lsak, asosan Rossiyani qandaydir shu urushni davom ettirishga bo'lgan imkoniyatlarini rag'batlantirmaslik, qaysidir Xitoy o'zining imkoniyati darajasida Rossiyani tiyib turishga qaratilgan chorlovlar bo'lgan edi.
va buni evaziga ham demak nimadir Xitoy berish kerak. Bu ko'proq nima ko'rinishda bo'lishi mumkin? Ya'ni Xitoyning geosiyosiy loyihalari asosan Yevropaga qaratilgan, Yevropa bozorlariga qaratilgan va u yerda hozir tariflar jangi, mahsulotlarni ishlab chiqarishda Xitoy davlat kompaniyalarini subsidiya olishligi, noxolis raqobat degan tushunchalar borasa, tushunmovchiliklar bor. Mana shu tushunmovchiliklarda bir yechimini topishi mumkin bo'lgan jihatlari ham bor. Shu nuqtai nazardan agar aytadigan bo'lsak, ya'ni bu tashrifda ham Si Zinpinga o'ziga xos signallar bo'lgan, ya'ni Yevropa bozori bu Xitoy uchun iqtisodiy nuqtai nazardan Rossiyaga nisbatan karrasiga ko'p. Va Xitoy geosiyosatida yana bir jihat shundan iboratki, jarayonlarga bu qisqa muddatli konjunktura nuqtai nazari bilan qaramaydi va uzoq muddatli strategiyani o'ylaydi. Xitoyning uzoq muddatli strategiyasi bu rivojlangan bozorlarga kirib borish, u yerda o'zining mavqeini mustahkamlash. Shu nuqtai nazardan qaraganimizda, ya'ni shunday taassurot bo'ldiki, Xitoy tomoni Rossiya tomonini ham xafa qilmoqchi emas, chunki Rossiya tomonining bu tashrifdan kutuvlari juda ham katta. Yevropa tomonini ham xafa qilish niyatida emas, demak o'ziga xos kelishuvlar bo'lgan va asosiy Rossiya tomoni kutayotgan natija amalga oshmadi. Yangi energetik shartnomalar bo'yicha kelishuvlar amalga oshmadi. To'g'ri, investitsiyalar borasida savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish bo'yicha deklarativ bir bayonotlar bo'ldi va o'sha tashrif davomida ya'ni Rossiya tomoni bu tashrifi yakunlarini qandaydir siyosiy bayonotga, siyosiy minbarga aylantirishga harakatlar bo'ldi. Lekin bu o'ylaymanki, ya'ni bu yerda Xitoy tomonidan ochiqchasiga bu Rossiyani qo'llab-quvvatlash yoki Rossiyani qo'llab-quvvatlash evaziga G'arbni keskin tanqid qilish ruhidagi bayonotlar bo'lmadi. Shundan umumiy xulosalarim shunday. Ya'ni Xitoy tomoni juda ham ehtiyotkor va uzoqni o'ylayapti va ularda shunday tushuncha borki, G'arb bilan hali qaysidir masalada munosabatlarni yaxshilash mumkin. Va yana diqqatim, e'tiborim tortgan jihati bu Yevropa rasmiylari tarafdan sizdirilgan bayonot. Ya'ni u yerda ochiq-oydin aytilyaptiki, Yevropa hech qachon Tayvan bilan diplomatik munosabatlar o'rnatmaydi degan bayonotni beryapti. Bu aynan Xitoyning pozitsiyasiga aynan mos keladi. Bu ham demak o'rtada qandaydir bir yaqinlashuv bo'lishi mumkin bo'lgan yoki munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan qadam sifatida baholashimiz mumkin. Mening mana shu joyda siz aytdingiz, Xitoy, uzunman Nurbek shuni belgilasangiz ham bo'ladi. Xitoy Rossiyani xafa qilmoqchi emas edi deb. Xitoyning Rossiyadan, endi biz bilamiz, siyosatda, geosiyosatda do'st davlatlar yo'q. Hammasi manfaatlar ustiga qurilgan. Buni G'arb bir necha marta isbotlab bo'ldi. Ya'ni o'sha ichdan demokratiya deyilganda, lekin tashqaridagi agressiv harakatlar, o'ziga foydali, o'ziga manfaatli narsa chiqqanda adolatni ham chetga surib qo'yishi, standartlarni ham o'zgartirib yuborishini biz ko'rdik, Muxtor aka. Shu prinsipdan kelib chiqsak, Xitoy Rossiyani xafa qilib qo'ymoqchi emas dedingiz. Nega? Rossiya Xitoydan xafa bo'lsa nima bo'ladi? Xitoyning Rossiyadan manfaatlari nima? Xitoyning Rossiyadan manfaatlaridan birinchi boshlaganimiz ma'qulroq. Xitoy bu Rossiya bu Xitoyni shimolini yopib turadigan davlat. Xitoy uchun shimoliy davlat. Va barqaror Rossiyaning mavjudligi Xitoyga, ya'ni o'zining shimoldan bo'ladigan xavf-xatarlar uchun katta e'tibor qaratish, resurslarni jamlash, harbiy sanoatni o'sha hududga joylashtirish, ya'ni xavfga bo'ladigan xarajatni, e'tiborni qisqartiradi. Endi ikkinchi tarafdan qaraydigan bo'lsak, bu Rossiya bilan juda katta chegaraga ega va janubiy, ya'ni sharqiy Osiyodagi asosiy siyosiy, geosiyosiy jarayonlarda Rossiya uning ittifoqchisi yakkalanib qolishi mumkin. Hattoki Rossiyani bu borada agar bu urush natijasida qandaydir bir geosiyosiy mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsa, ichki qandaydir muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, kuchsizlashish yuzaga keladigan bo'lsa, bu
o'sha mintaqadagi geosiyosatga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni Xitoy geosiyosatini ajratib turadigan jihati bu xuddi Rossiya singari bular mustaqil kuch markazida. Ya'ni kuch markazi ya'ni nima desa bo'ladi? Ular uchun yaqin tafakkuri nuqtai nazaridan, xavfsizlikka nisbatan qarashlar nuqtai nazaridan yaqin davlatlar ichida eng asosiysi bu Rossiya. Shuning uchun ham bu geosiyosiy raqobatda hozirgi kunda ochiqchasiga kechayotgan geosiyosiy raqobatda Xitoy yakkalanish xohlamaydi. Rossiyaning bu mojarolarda G'arb bilan ochiq konfrontatsiyada ishtirok etayotganligi va Rossiya tomoni buni ochiq bayonot qilib beryapti. Buni ishtirok etayotganligi aksincha Xitoyga qo'l keladi. Mana avvalgi uchrashuvlarimizda ham gaplashgandik. Bu Rossiya o'ziga xos Xitoy uchun proksi kuch vazifasini bajarib beryapti. Ya'ni Xitoy bu yerda hozir Ukraina mojarosini hal etuvchi asosiy kuchga aylandida. Bu mojaroda ishtirok etmasa ham Xitoyning ishtiroki, Xitoyning ta'siri bilan ko'p narsa bog'liq bo'lib qolyapti. Rossiyaning borgan sari G'arb bilan yopilishi Xitoyga tobeligini oshishiga olib kelyapti. Shuning uchun ham xavfsizlik masalalari birlamchi, ittifoqdoshlik aloqalari va qadriyatlar yaqinligi bu ikkilamchi masala. Uchinchi jihatidan ya'ni bu mojaroda Rossiyaning ishtiroki G'arbni asosiy e'tiborini, resursini Rossiya tomoniga qaratilishiga va uning asosiy maqsadi bo'lgan Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi jarayonlarda Xitoyga qo'l kelishi mumkin. Demak, buni qanday tushunish mumkin? Xitoy status quo-ni o'zgartirmoqchi emas. Status quo-ni o'zgartirishi G'ayratxo'ja aka, bu juda ham katta narsa, chunki katta davlatlar o'rtasida urush bo'lmasligi ham sababi urushni oqibatini hech kim prognoz qila olmaydi. Natijada bu katta urushlar natijasida bir mamlakat yo'qolib ketishi mumkin, bir kichikroq o'rtaroq davlat imperiyaga aylanib ketishi mumkin. Bu o'sha Birinchi jahon urushidagi Avstriya-Vengriya kabi katta imperiyalarning yo'q bo'lib ketishi. Albatta, tarix buni ko'rsatib turibdi. Ayniqsa monoetnik tarkibga ega bo'lmagan mamlakatlar uchun urush doim xavf tug'dirgan. Sababi baribir avtoritar tabiatli davlatlarda davlatni ramzi avvalo bu kuch ramzi, ya'ni kuch qudrat, uni atrofida yaratilgan mif, u jamiyat birlashtiruvchi asosiy kuch. Va davlat bu geosiyosiy mojarolarda ojizlik ko'rsatadigan bo'lsa, ichki siyosiy jarayonlarda ham qandaydir dezintegratsiya, markazdan qochish kuchlari faollashib ketishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa status quo'ning mavjudligi avvalo hozirgi kunda Xitoy iqtisodiyotiga ko'ra, o'zining sanoatiga ko'ra hozirgi mavjud status quo uning manfaatlariga xizmat qiladi, chunki Xitoy iqtisodiy o'sishi hech qanday tashqi omillar ta'sirida pasayayotgani yo'q. Bu rivojlanishda davom etyapti va o'zlari ko'zlagan maqsad yo'lida ketyapti. Ya'ni 2049-yil ular uchun marra, o'sha marraga mamlakatni qudratini oshirish maqsadi. Hozirgi geosiyosiy jarayonlarga aralashishi, Xitoyning urushga tortilishi esa uning bu maqsadlaridan chalg'itadi va qandaydir Xitoyning nima desa bo'ladi, geosiyosiy raqobat ishtirokchisiga aylantirib qo'yadi. Ya'ni bu urushda mag'lubiyat esa u Xitoyning hozirgi ambitsiyasi, hozirgi erishgan natijalarni ham ortga qaytarib yuborishi mumkin. Shuning uchun o'ylaymanki, Xitoy bu masalalarda juda ham ehtiyotkor va uzoqni ko'zlagan va uzoq istiqbolda bir video ham tarqaldi. Agar kuzatgan bo'lsangiz, ommaviy axborot vositalarida so'nggi o'sha Rossiyaga tashrifi davomida, saylovlardan keyin, ayniqsa Xitoydagi saylovlardan keyin Si Zinpin Rossiyaga tashrif davomida Putin bilan xayrlashayotgan paytdagi videosi tarqalgan edi. Ya'ni biz haqiqatan ham kelishdik, biz maqsadlarimizga erishamiz, ular ojizlashib borayotgan kuch, biz esa ko'tarilib borayotgan kuchmiz degan bayonotlari chiqdi. Ya'ni bu yerda Xitoy tomonining tafakkuriga ko'ra G'arb allaqachon bu ojizlashayotgan kuch markazi va hozirgi status quo saqlanishi ham bir tarafdan Xitoyning kuchayishiga G'arbni qandaydir shu ma'noda ta'sirini, iqtisodiy birinchi tarafdan ta'siri, qudrati kamayib borishligiga xizmat qiladi. Siz bir narsani aytdingiz. Biz avvalgi kursimizda siz bilan proksi kuchlar haqida gaplashgan edik va Eron haqidagi savolimga o'sha kursda siz
Eron proksi kuchlardan foydalanyaptimi degan savolimga siz javob bera turib aytganingizki, va shu vaqtning o'zida Eron ham kimgadir proksi kuch vazifasini bajarayotgan va bu haqda suhbat qildik. Endi siz bugun aytyapsizki, qandaydir miqdorda yoki vazifada Rossiya ham bugun Xitoyga proksi kuch vazifasini bajarib beryapti deyapsiz. Bu mana shu haqda biroz tushuntirish bersangiz va bu Rossiya bunga majbur bo'lib qolyaptimi yo o'zi istab bajaryaptimi shu ishni? Yoki Xitoy buni aniq majbur qilyaptimi? Buni istab haligi amalga oshirishi qiyin. Odatda proksi kuch vazifasini bajarayotganda yo o'sha shu geosiyosiy holat buni taqozo qiladi yoki ayrim holatlarda anglanmagan holatda ham amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni nega bu Ukraina mavzusiga juda ham ko'plab murojaatlar bo'layotganligi, bu zamonaviy tariximizdagi hali bunaqasi bo'lmagan katta davlatlar o'rtasidagi urushda, klassik urush. Va bu urushlar agar uni natijasi avvaldan prognoz qilish, uni natijasini nazorat qilish imkoniyati bo'lgandagina boshlanadigan urush. Ya'ni bu nazoratdan chiqib ketdi allaqachon va bu urushni natijasiga ikkita davlatda taqdiri tikilganda. Shuning uchun bu urushni uzoq davom etishligi, Rossiyaning o'ziga xos siyosiy, iqtisodiy izolyatsiya holatiga tushishligi uni o'z-o'zidan qandaydir o'zini geosiyosiy mustaqilligini pasayishiga olib keladi. Va geosiyosiy mustaqillik pasayishi albatta bu vakuum holatda ba'zi bir qaysidir kuch markazi u vakuum to'ldiradi. Hozirgi kunda Rossiyaning bu boradagi mavqeini pasayishi Xitoyning mavqeini osishiga olib kelyapti. Hattoki bu Rossiya mavzusida Yevropa ittifoqi, AQSh mamlakatlari Xitoy bilan muloqotida ham namoyon bo'lyapti. Ya'ni bu yerda Rossiyaning birinchidan hozirgi hukumatiga, rahbariyatiga nisbatan G'arb ishonchsizligi ma'lum ma'nosida deydigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan G'arb ham anglayaptiki, kuch markazi aslida qayerda? Qayerda bu jarayonlarga ta'sir ko'rsata oladigan kuch markazi mavjud. Endi Rossiya buni ongli ravishda amalga oshirdi deb o'ylamayman. Urushni boshlang'ich davrida uni berilgan bayonotlarga qaraganda bu 3 kunlik yoki uzoq bo'lsa 1 haftalik urush edi, lekin ko'ryapmizki bu uzoq davom etgan urushga aylanib bordi va bu ishonchim komil, bu bunday rejalashtirilmagan. Va bu urushni hozirgi bunaqa tempda davom etishligi va keyin esa Rossiya harbiy yordam ilinjida Xitoyga va boshqa kuch markazlariga, demaylik, Eron, Shimoliy Koreyaga murojaat qilayotganligi, demak bu borada bu urushga, ya'ni mutaxassislarning fikriga qaraganda Xitoyni ham ma'lum ma'noda Rossiya ortida qo'shilganligini anglatadi. Ya'ni bu qo'shilganlik, ya'ni Shimoliy Koreya orqali qurol-yarog' yetkazib berilishiga yoki qandaydir moliyaviy qo'llab-quvvatlashni amalga oshirilayotganligi, ya'ni rasman bo'lmasa ham qandaydir iqtisodiy aloqalarda qandaydir salbiy tendensiyalar kuzatilmayotganligi, bu mutaxassislarda savol tug'ilyaptiki, ya'ni bu yerda Xitoy o'zining tanlovini amalga oshirib bo'ldi va bu tanlovga ko'ra bu urushda to'laqonli Rossiya g'alaba qozonishi ham Xitoyning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, Rossiyaning mag'lubiyati ham to'g'ri kelmaydi. Eng maqbul variant bu status quo'ni saqlanganligi. Va bejizga emas, mana shu tashrif davomida Rossiya prezidenti tashrifi arafasida ham va tashrif davomida ham muzokaralarga tayyorligini bayon qilib o'tdi. Qayta bunga urg'u berdi. Endi albatta Rossiya rahbari bu muzokaralarga o'zini shartiga ko'ra tayyor. Va u yerda qo'shniroqchidagi so'zi bor. Mavjud geosiyosiy voqelikni, reallikni e'tiborga olgan holatda. Bu deganiki, bosib olingan deymizmi yoki egallab olingan deymizmi, amalda hozir Rossiya nazoratida bo'lgan hududlar ustidan o'zini nazoratini saqlab qolmoqchi. Eng kichik nimasi talabi shunda va bu nazorat va bu hududlar ustidan Rossiya nazoratini Ukraina tarafi e'tirof etishligi va shunga ko'ra ish yuritishligini albatta xohlaydi. Va buni bir necha marotaba takrorlashga, bu mazmunni messej deymizmi, G'arbga berishga harakat qilyapti, lekin G'arb bilan endi Ukraina hozir to'laqonli geosiyosiy mustaqillikni yo'qotgan, raqobat maydoniga aylangan. G'arb ham bu borada hali bir to'xtamga kelishuvga kelmaganligini ko'rishimiz mumkin. Qarang, mana shu Rossiyaning shu talabi Xitoyni
o'ta hurmatga sazovor deb aytgan rejasining birinchi bandidagi Ukraina suverenitetini hurmat qilgan holda degan joyga qanchalik to'g'ri keladi? Ukraina suverenitetini hurmat qilgan holatda, ya'ni Xitoy rahbariyatiga xos bo'lgan bir madaniyat borda. Ya'ni ular o'zi nima xohlayotganligini hech qachon ochiq bayon qilmaydi va doimiy ravishda o'zini asl maqsadlarini bir ijobiy qandaydir bir mavhum formulirovkalar bilan bir qobiqlashga harakat qiladi va ularning bayonotida Ukraina suvereniteti degan tushuncha ham mavjud va Rossiyaning geosiyosiy xavotirlarini e'tiborga olish degan xavotirlar mavjud va g'arbni bir yoqlama, ya'ni bir qutublilikka mazmunidagi xatti-harakatlarni qoralash ham mavjud. Ya'ni uni qaysi tomondan siz tushunishingizga bog'liq. Biz Xitoy u yerda nima xohlayotganligini ochiq bu yerda bayonot yo'q. Endi amaldagi harakatlarga qaraydigan bo'lsak, bu yerda albatta Rossiya tomonini qo'llab-quvvatlayotganligi va o'sha G'arb, Yevropa ittifoqi ayniqsa bu borada Xitoyga murojaat qilayotganligi ham va bunga nisbatan Xitoy hali bir aniq bir xatti-harakatlar amalga oshirmayotganligi ham ko'rsatyaptiki, hozirgi holatda bu Xitoy bu mojaroda qandaydir status quo tarafdori. Endi suverenitet deganda to'liqligicha Ukraina, endi buni faqat faraz qilish mumkin. Ya'ni Ukraina suverenitetini to'liq yo'q bo'lishligi tarafdori emasmiz degan mazmunni ham ko'rishimiz mumkin va Rossiyaning geosiyosiy nazorat ostidagi bo'lgan hududlarda Rossiyani qandaydir bir ta'sirini qoldirish yoki u yerda qandaydir bufer hududini tashkil qilishmi, shu ko'rinishda mazmunni ham tushunish mumkin va uni faqat o'sha muzokaralarda qatnashgan tomonlar bayon eta oladi. Hozirgi kunda bir uch xil yo'nalishdagi fikrni baravar ular bayon qilyapti, lekin voqealar albatta ko'ryaptiki, bu mojaroda Xitoy Ukraina tarafdami ko'proq yo Rossiya tomonidanmi desak, bu ochiq ayta olamiz, bu Rossiya tomonida. Albatta. Rahmat. Muxtor aka, keyingi savolimiz Gruziyada bo'layotgan ishlar haqida. Demak, anchadan beri davom etyapti. Gruziyada bu inagent deylik, qisqartirib, mana shu haqdagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan edi. Bunga Amerika Qo'shma Shtatlari aralashib ko'rdi, lekin bo'lmadi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha vaqtda Gruziya hukumatini AQShga taklif qildi muzokaralarga va kichkina sharti deyilgan u yerda. Endi bu kichkina shart emas. Bu suveren davlat uchun qonunni qabul qilishni to'xtatib turish. Va Gruziya buni rad etgan. Aytadi-ku, kichik lekin mag'rur xalq deydi-ku. Endi biz Gruziyani kichik sanashni ma'nosida emas, hududi jihatdan, aholi soni jihatdan bu filmga bir o'xshatish qildik, ya'ni kichik, kamsonli lekin mag'rur xalq bunga yo'q dedi. Ya'ni Gruziya parlamenti yo'q dedi yoki hukumat yo'q dedi. Xullas qonun qabul qilindi. Ammo Gruziya prezidenti bu qonunni qo'l qo'ymasligimiz mumkin degan ma'noda uning gaplari bor. Keling mana shu umumiy vaziyat haqida, Gruziyada inoagent qonuni haqidagi fikrlar. Endi orada pozitsiyani aytib ketaylik. Istalgan davlatni ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirish masalasiga kelganda bizni pozitsiyamiz juda ham qattiq. Masalan, men o'zim shaxsan, endi hammani nomidan aytmasam ham o'zim shaxsiy fikrim, men buni qattiq qoralayman. Bu juda ham xavfli va maqsadi tushunarli. Masalan, deylik, men juda ham pulim ko'p tadbirkor sifatida deylik, Angoladagi bir ommaviy axborot vositasiga pul ajratyapman. Yoki O'zbekiston mana. Deylik, mana O'zbekiston davlati Angoladagi ommaviy axborot vositasiga grant ajratyapti. Tabiiy savol tug'iladi. Nimaga? To'g'rimi? Bu men qonunlarga mana shu tarafdan qarayman. Ya'ni umuman bu to'g'risini aytaman, mana shu grant haqida bir takliflar aytilayotganda men aytgandim. Ommaviy axborot vositasi sifatida biz hech qachon chet el grantlarida ishtirok etmaymiz. Ilmiy bu boshqa masala. Deylik, masalan, biror bir ilm fanni sohasiga oid grantlar bo'lsa, u boshqa masala. Nega? Chunki narigi taraf uni ilmdan manfaatdorligi ko'rinib turibdi. Ya'ni sizga ilm qilishingiz uchun pul beradi va ilmning natijasidan foydalanadi o'zi. Bu tushunarli. Lekin ommaviy axborot vositasi sifatida sizga pul berganda,
nimasidan foydalanadi degan savol javob ochiq qolib ketyapti-da juda ham. Yoki ochiq qolib ketadi yoki juda ham qo'rqinchli javob keladi bunga. Shuning uchun bu tarafdan ommaviy axborot vositalarini chet eldan moliyalashtirish masalasi men uchun juda g'alati. Balki buni biz tushunmayotgan taraflari bordir. Biz hammani qoralamoqchi emasmiz. Tushunganimiz shu. Endi mana Gruziyada bu qonun nega mana shunday shov-shuvlarga sabab bo'lyapti? Ya'ni chet eldan moliyalashtirishni u yerda tartibga solish tushunishi bo'yicha qonun. Shu nega shunchalik shov-shuv bo'lib ketdi? Bu jarayon agar olib qaraydigan bo'lsak, bu to'liq Gruziyani o'ziga, ya'ni baribir xalqaro munosabatlar nuqtai nazaridan qaraymiz. Ichki siyosiy, bu asosiy ichki siyosiy jarayonlarga o'xshamaydi. Ya'ni inoagent to'g'risidagi qonunni agar o'zaga qaraydigan bo'lsak, bu yangi qonun emas. Bu postsovet mintaqasida hozir so'nggi paytlarda ko'p muhokama qilinayotgan qonunlardan bittasi va dastlab bu Rossiya Federatsiyasi qabul qilingan. Rossiya Federatsiyasi tomoni ham aytgan, bu qonunlar bu Rossiyaning o'ziga xos bir o'zini parlamenti tarafdan berilgan g'oya emas. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham shunday paytda shunday qonunlar bo'lgan deb fikrlar bildiriladi. Bu yerda asosiy masala, G'ayratxo'ja aka, bu qonun qabul qilingandan keyin u qonun qanday maqsadlarda ishlatilishi birlamchi. Haqiqatan ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlarni moliyalashtirish masalasi o'ta nozik masala, chunki ular siyosiy jarayonda ishtirok eta oladigan fuqarolik jamiyati institutlari hisoblanadi. Ayniqsa siyosiy partiyalar bo'lsa, ular hokimiyat uchun kurashish huquqiga ega bo'lgan yagona fuqarolik jamiyati institutlari. Endi Gruziyani yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsak, bunday hodisalar yuz bergan va Mixail Saakashvilining mahalliy saylovlar arafasida Gruziyaga qaytishi ham aynan shu kontekstda qaytgan edi. Ya'ni Mixail Saakashvilini bilamiz, qanday hokimiyatga kelganligi, o'zidan qanday meros qoldirganligi, o'ziga xos reputatsiyaga ega bo'lgan shaxs. Va mana shu kontekstda ko'rishimiz kerak. Bu qonun uzoq muddat muhokamadan o'tdi, lekin biz buni Rossiya Federatsiyasi misolida ham ko'ryapmiz. Bu qonun ichida ayrim shunday formulirovkalar borki, uni istalgancha talqin qilish mumkin va bu ko'pincha o'sha hukumat tepasidagi siyosiy kuchni manfaatlariga ham xizmat qilib qoladigan joylari bor. Endi Gruziyaga keladigan bo'lsak, Gruziya bu shunday, bu boshqa bizni mintaqalardan farqli jihati, Gruziya Yevropa ittifoqiga integratsiyalashish poyezdi deymizmi, shu yo'lga tushib bo'lgan, relsga tushib bo'ldi. Bu jarayonga kirishda 2023-yilda dekabrda hattoki unga shu maqom ham berildi. Nomzod maqomi berildi. Bu deganiki, Yevropa ittifoqi o'zi endi o'zining texnik o'zining ekspertlari, qonunchiligi, hatto moliyalashtirib Gruziyani Yevropa ittifoqi talablariga o'zi tayyorlaydi. Ya'ni bu strategik tanlovni amalga oshirib bo'ldi. Va bu degani endi Gruziyani ichidagi siyosiy jarayonlar ham Yevropa ittifoqi mamlakatlari, umuman shu Yevropa mamlakatlaridagi siyosiy jarayonlar standartiga qarab moslashish kerak bo'ladi. Aynan shu jarayonlar ketayotganda bu qonun qabul qilinishi jamoatchilikda qanday savol tug'dirdi-da. Ya'ni biza bu qonunni qanday ishlatilayotganligini va qanday natijalarga olib kelayotganligini bir mamlakat misolida ko'rib turibmiz. Biz tanlovimiz Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'ladigan bo'lsa, bu istiqbolda bu qonundan amaldagi o'sha Gruziya orzusi partiyasi, hukumat partiyasi o'zini manfaatlaridan foydalanmaydimi degan savollar paydo bo'ldi. Juda ham katta bahslar paydo bo'ldi. Natijada bu qonunni qayta ko'rib chiqish, hatto bekor qilish masalasi ham bo'ldi. Hattoki o'sha Gruziyaning prezidenti Salome Zo'rabishviliga juda kuchli ichki va tashqi geosiyosiy bosimlar bo'ldi. Boshida bu jarayonlarga aralashmayman degan pozitsiyada turganida, oxiri u majbur bo'ldi. Hattoki shu qonun qabul qilingan taqdirda prezidentga imzoga yetib kelsa, men bu qonunni imzolamayman, kuchga kirmaydi degan bayonotlar bilan ham chiqdi. Lekin parlament bu qonunlarni qabul qildi va bu qonun natijasini agar mazmuniga qaraydigan bo'lsak, mamlakat ichidagi har qanday shu fuqarolik jamiyati institutlari, bu partiya bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan turli fondlarmi, uning
faoliyatida xorijiy manbalardan moliyalashtirish 20% oshadigan bo'lsa, unga inoagent yoki boshqacharoq xorij mamlakatlar manfaatlariga xizmat qiluvchi tashkilot degan yorliq yopshiriladi. Ya'ni shu yorliqda demak faoliyat yuritish kerak va muayyan darajada o'zining faoliyatida cheklovlarga ham duch kelishi mumkin. Endi bu jarayonlar agar Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida albatta siyosiy jarayonlarda aynan fuqarolik institutlari faol. Ular siyosiy jarayonlar parlamentdan tashqari, parlament saylovlaridan tashqari mamlakatda kechayotgan har xil muhokamalar, siyosiy jarayonlar, voqea hodisalarda ular faol ishtirok etadi. Aynan Gruziyani istiqbolda Yevropa Ittifoqi qo'shilishi ham aynan shunday fuqarolik jamiyat institutlarining faollashuvini taqozo qiladi-da. Va bu yo'lda bu qonun qabul qilinishini Yevropa aksariyat, hammasi demayman, aksariyat Gruziya jamoatchiligi Yevropa Ittifoqiga qo'shilishdan qandaydir ortiq chekinish deb qabul qildi. Va bu juda katta mana shu ommaviy noroziliklarga, parlamentda qurshab olinishiga, to'qnashuvlarga hattoki olib kelganligini ko'rishimiz mumkin va bu jarayonda Yevropa Ittifoqi tomonidan ham pozitsiyasi aynan shu qonunni qabul qilmaslik tomonida bo'ldi-da. Hatto 25-aprel, mana shu yil 25-aprelda Yevroparlament alohida rezolyutsiya qabul qildi va bu rezolyutsiyada aytdiki, bizning maqsadlarimiz agar bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, bir emas. Yevropa Ittifoqiga qo'shilish yo'lida bu juda ham katta to'siq bo'lishi mumkin. Hattoki ayrim siyosatchilar, o'sha parlament vakillari aytdiki, bu Gruziyani bu maqomdan mahrum qilishlikgacha ham borishdi. Bu juda katta geosiyosiy bosim. Va bundan ko'rishimiz mumkinki, ya'ni bu Gruziya ham navbatdagi o'ziga xos geosiyosiy raqobat maydoniga aylanib boryapti. Endi savol tug'ilishi mumkin, nima bu hozir amaldagi siyosiy kuchni bu qonunni targ'ibot qilishga, qonun nima majbur qilyapti degan savol tug'ilishi mumkin. Amaldagi partiya, Gruziya orzusi partiyasi, bu hukumatni shakllantirgan partiya, parlamentda ko'pchilikka o'rniga ega bo'lgan partiya, uni ayrim a'zolari paytida Mixail Saakashvilining safdoshlari ham bo'lgan. Ya'ni Gruziyaning hozirgi qiyofasini shakllantirishda, islohotlarda ishtirok etgan insonlar ham bo'lgan. Lekin bu partiyani moliyaviy qo'llab-quvvatlaydigan, buni asosiy ortida turgan shaxs sifatida tilga olinadi bu Ivanishvili bu Gruziyadagi eng badavlat inson, paytida hukumatni ham boshqargan va turli ommaviy axborot vositalarida unga nisbatan Rossiya ta'siri kuchli degan fikrlar yangraydi. Rossiya manfaatlarini ko'proq ilgari suradi degan fikrlar yangraydi va shu bilan bog'lanyapti inoagent to'g'risida qonun qabul qilinishi Rossiyaga. Ya'ni bu o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Demak, bu yerda ham qonun qabul qilinishiga o'sha amaldagi siyosiy partiyani qandaydir bir o'zini siyosiy raqiblariga qarshi kurashda bu qo'l kelishi mumkin degan fikr bor. Endi nega deydigan bo'lsak, Gruziya shu oktyabr oyida parlament saylovlari arafasida turibdi. Gruziyada siyosiy jarayonlar arafasida 26-oktyabrda parlament saylovlari o'tishi kerak. Gruziya bu parlamentar respublika, parlamentda ko'pchilikni egallagan partiya vakili bu bosh vazir bo'ladi. Bu amalda hukumatni, davlatni boshqaradigan shaxs. Va shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Gruziya orzusi partiyasi o'zini hozirgi mavqeini saqlab qolish uchun bu qonundan foydalanishga moyilligi ortadi-da. Va g'arb mamlakatlarini o'ziga xos bu saylovlarda, bo'lg'usi saylovlarda xuddi avvalgi Mixail Saakashvili kabi jamoatchilik faollarini aralashtirish, ko'cha namoyishlari orqali amaldagi siyosiy partiyani, hokimiyat tepasida turgan partiyani mavqeini tushirishga yoki hokimiyatga aynan boshqa partiya kelib qolishga ham undashi mumkin. Biz shunday olib keladi demoqchi emasmiz, lekin shunday imkoniyatlarni biz Gruziya tarixida ko'rganmiz. Aynan shunday qo'shtirnoq ichidagi rangli inqilob texnologiyalaridan foydalanish, jamoatchilik fikridan ustamonlik bilan foydalanib, ya'ni amaldagi siyosiy partiyani unga qarshi yo'naltirish orqali hokimiyatga kelish ham bo'lishi mumkin. Mana shu maqsadlarni ham ko'zlagan bo'lishi mumkin bu qonun, ya'ni mamlakat ichidagi, xullas umumlashtiradigan bo'lsak, siyosiy jarayonlarga tashqi ta'sirni
cheklashga qaratilgan qonun loyihasi deb qabul qilishimiz mumkin. Buni deylik boshqa taraf, keling undan oldingi savolni beraylik. Siz aytyapsiz, Gruziyaning aksar qismi xohlamadi bu qonun deyapsiz. Lekin ular parlamentda shu partiyaga ovoz bergan. Ularning fikri o'zgarib qolganmi? Endi oxirgi siyosiy jarayonlar bu yevrointegratsiya yo'lini tutganligi bilan bog'liq. Yevrointegratsiya bo'yicha avvaldan ma'lum edi Gruziyaning yo'li, ya'ni u Saakashvili davridan beri ular faqat Yevropa deydi. Va umuman Ivanishvilining partiyasi kelib o'zi bosh vazir ham bo'ldi bir muddat va hayron qolgan jihat o'zi xohlab chiqib ketdi, yana bosh vazirlikdan. O'zi juda ham qiyin, o'zi odamni bunday vakolatdan o'z xohishi bilan chiqib ketdi, lekin o'zi chiqib ham ketdi va juda g'alati tasavvur qoldirdi, qanday qilib deydi. Mayli. Va yevrointegratsiya haqidagi gaplar Saakashvilidan biri bor va Gruziya orzusi partiyasini xalq o'zi demak saylovlarda qo'llab-quvvatlab olib keldi. Endi birdaniga unga qarshi bo'lib qolish. Bu yerda bir xil bitta narsa borda, G'ayrat xo'ja aka, Yevropani o'zida ham shunday jarayonlar ketyapti. Ya'ni konservator o'ng konservatorlar bilan liberal demokratlar o'rtasidagi qarama-qarshilik yoki fikrlardagi to'qnashuv. Nima demoqchiman? Masalan, Robert Fitsoni kelishligi yoki Viktor Orban yoki shu kabi siyosiy partiyalarning elektorati kengayganligi, hokimiyatga kelish imkoniyatlari ortganligi ham Yevropani o'zida ham qandaydir qadriyatlar bir evolyutsiyasi yuzaga kelyapti-da. Ya'ni Yevropani o'zi ham hozirgi yangi kechayotgan jarayonlarda ya'ni bir ma'lum bir qatlami baribir an'anaviylikni xohlaydi. Hozirgi Gruziya orzusi partiyasini tarafdorlari ham bu gruzincha, ya'ni Gruziya bu Yevropa emas, Yevropadagi barcha o'sha sanab o'tilgan demokratiyani qo'shtirnoqchidagi u bilan qo'shilib kirib keladigan qadriyatlarga, o'zgarishlarga tayyor emas bo'lgan qatlamlarga tayanadi. Va ular baribir qandaydir bir an'anaviylikni saqlab qolishni xohlaydi. Yevropaga intilish xohlaydi. Bu ularga qanday yangi imkoniyatlar ochib beradi, lekin to'laqonli Yevropadagi o'sha madaniy yoki ommaviy madaniyatga xos bo'lgan yoki qandaydir bir axloqsizlik bilan bog'liq bo'lgan masalalarga qabul qilishga ular hali tayyor emas. Va bu aynan shu qadriyat vakillarini qo'llab-quvvatlovi bu yerda ko'proq. Ya'ni o'rta avlod vakillari, o'rta va yuqori avlod vakillarini ga ko'proq tayanadi bu partiya. Yosh avlod esa, ya'ni ular ko'proq yangi Gruziyaning yangi davri bilan o'zini bog'laydiganlar va ularni e'tibor beradigan bo'lsangiz, Gruziyada o'rta va yuqori avlod vakillarida millatlararo muloqot tili rus tili. Yangi avlod vakillarida ular rus tilini deyarli bilmaydi. Millatlararo muloqot tili, xalqaro til ularda ingliz tili. Albatta ularning qadriyati ham o'sha mamlakatlarga yaqinroq. Ularga yevro integratsiyaga intilishlik ularda kuchliroq. Mana shu yerda ikki ziddiyat bo'lyapti. Endi mana bu qonunni qabul qilinishligi bu qadriyatlar faqat Gruziyaga xosmi yoki buni ortida qandaydir geosiyosiy mazmunlar ham bormi? Ya'ni Rossiya orbitasiga bu Gruziya qaytadimi degan savollarni ham uyg'otyapti-da. O'sha yevro integratsiyaga ketish jarayonida bu jarayon to'xtab qolishligi va yana Rossiya ta'siriga ortib ketishi va Rossiya ustuvorlik qiladigan qandaydir integratsion loyihalarga yana istiqbolda Gruziyaning tortilishidan xavotir bildirganlar asosan bunga e'tirozni bildiryapti. Albatta Gruziya bilan G'arbning juda ham katta geosiyosiy loyihalari bog'langan. Ya'ni Yevropani Rossiyani aylanib o'tadigan asosiy transport, logistika, energetik loyihalari aynan shu hudud bilan bog'liq. Va shuning uchun ham bu mintaqada Yevropaga orientir olgan, Yevropacha davlatchilik quradigan siyosiy kuchlarning kelishidan albatta Yevropa manfaatdor. Shuning uchun ham bu yerda shu qadriyatlar asosan to'qnashuv bo'lyapti desak, menimcha maqsadga muvofiq. Mana shuni endi boshqa tarafdan ham tushunish mumkin-ku, deylik, shu Gruziya hukumatı nafaqat g'arbdan, Sharqdan, Rossiyadan, Xitoydan, Hindistondandir, balki Ozarbayjondandir, balki u yerdan ham moliyalashtirishni istamayotgan deb tushunish mumkinmi buni? Mumkin. Ya'ni bu har qanday xorijiy moliyalashish biror u tashkilotning faoliyatidan, maqsadidan qat'iy nazar
u siyosiy bo'ladimi, ijtimoiymi, ana moliyalashtirishda 20% dan ortadigan bo'lsa, u albatta o'sha xorijiy agent maqomi beriladi. Endi to'g'ri qayd etib o'tdingiz, ya'ni haligi ruscha so'z borki, kim pul to'lasa muzikani ham o'zi zakaz qiladi. Ya'ni u moliya berayotgan tomonni qandaydir bir maqsadi bo'ladi. Bu xayriya puli bo'lmaydi. Buni ham qabul qilish kerak. Va bu maqsadlar agar Gruziyaning qandaydir barqarorligiga yoki rivojiga aks ta'sir qiladigan bo'lsa, Gruziyaning manfaatlariga ham xizmat qilmaydi. Ya'ni bu qonunda juda ham oliyjanob qoidalar belgilangan. Faqat buni tomoni, ya'ni bu qonundan aynan shu mazmundan tashqari Rossiyada siyosiy hokimiyatni monopollashtirishda foydalanganlik holatlari aks etganligi uchun shu holatlar Gruziyada ham bo'lishi mumkin degan xavotirlar nazarimda ko'proq namoyon bo'lyapti. Hali bu qonun qabul qilinib kuchga kirgani yo'q va bu mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga hali o'zini ta'sirini ko'rsatgani yo'q, lekin atrofida bo'layotgan mana shu ayniqsa Rossiya misolidagi hodisalar shu jarayonlarni yuzaga keltiryapti deyishimiz mumkin. Bir muxlis yozyaptilar Muxtor aka savol tariqasida, Yevroittifoqqa Turkiya yillar davomida qabul qilinmayapti, lekin Gruziya haqida juda ko'p qayg'urishyapti deb. Nega? Endi bu yerda hammasi ayon-ku, ya'ni bu yerda baribir demokratiyada boshqacharoq bo'lish kerak-ku. Bunday olib qarasa, masalan, Yevroittifoq o'zini demokratiya deydi, demokratik qadriyatlar, tenglik deydi, irqchilik yo'q, ksenofobiya yo'q, xullas fobiyalar yo'q. Hamma teng, u xristianmi, u musulmonmi, u yahudiymi deydi. Va hokazo va hokazo. Bir dunyo qadriyatlar bor, to'g'rimi? Tamom, tenglik. Lekin Gruziya 40 yildan beri Yevroittifoqqa kirishga harakat qildi. Turkiya. Lekin Gruziya bilan Moldovaga esa bir deganda nomzodlik maqomi berildi. Shu haqda savol. Endi buni turlicha talqin qilish mumkin. Birinchidan, Yevropa ittifoqi ham baribir g'arb dunyosi, bu xristian dunyosi, xristian madaniyati asosiga qurilgan jamiyat. U yerdagi madaniyat, axloq, davlatchilik ham asosida baribir shu xristian madaniyat yotadi. Endi Turkiyaning bu hududga kirishi birinchidan u yerdagi siyosiy vaziyatni o'zgartiradi va bu ikkinchi davlatga aylantirib qo'yadi. Ya'ni mamlakatning yirikligiga ko'ra saylovchilar soniga ikkinchi davlatga aylantirib qo'yadi va iqtisodiy qudratiga ham ko'ra. Men agar Yevropa ittifoqi qo'shiladigan bo'lsa, umuman Janubiy Yevropaning geosiyosati o'zgarib ketadi deb o'ylayman. Ya'ni Turkiyaning ta'siri ortadi. Ya'ni avvalgi sobiq hududlari, u yerda ham madaniy ta'sir mavjud, iqtisodiy ta'sir mavjud va shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda Turkiyani qo'shmaslik ko'proq siyosiy sabablar bilan bog'liq. Moldova va Gruziya bilan kichik davlatlar, agar olib qaraydigan bo'lsak, kichik davlatlarni bitta katta ittifoq ichida bemalol integratsiya qilib yuborish mumkin. U bitta katta markazning bir qismiga aylanishi mumkin va u hududlarni Yevropa ittifoqiga qo'shilishi o'sha hududda geosiyosatni o'zgartiradi. Ya'ni Yevropani ta'sirini o'sha Janubiy Kavkaz hududida oshirishga olib keladi. Va bu aksincha emas. Bir muxlis yozyaptilar, unda nima demokratiya bu populizmmi deb yozyaptilar. Endi demokratiya allaqachon manfaatlarga xizmat qiladigan qadriyatga aylanib bo'ldi va shuning uchun ham bejizga tushunchalar paydo bo'lgan. Populizm, ikki standartlilik, ko'zbo'yamachilik, ya'ni demokratiya aslida o'sha g'arb mamlakatlarining madaniyati ekanligi va u madaniyatni dunyoga yoyish uchun va o'zi qatori, o'zi kabi davlatchilikka, siyosiy tuzilmaga ega bo'lgan davlatlarni sonini oshirishga qaratilgan harakat ham deyishimiz mumkin. Ya'ni demokratiya, buni nomi faqat g'arb bilan nisbatlanadi, lekin aslida bu, ya'ni unday deb o'ylamayman. Ya'ni bu to'xtovsiz jarayon va har bitta davlatning o'zining tajribasidan kelib chiqib va o'sha madaniyatni, davlatchilik tajribasi, an'analaridan kelib chiqib shakllanishi kerak deb o'ylayman. Albatta, endi bu yerda boyagi o'sha ikki xil standartlar va hokazo, bu albatta tushunarli. Keyingi xabarimiz, Muxtor aka rahmat, batafsil javob beryapsiz savollarimizga. Xo'p. Bir xabarni o'qiyman, aniq o'z nashrida chiqqan ekan.
Xo'p, Fransiya Yangi Kaledoniya ustidan nazoratni yo'qotdi degan xabar chiqdi. Demak, Fransiya qo'shinlari va politsiyasi mamlakatning Tinch okeanidagi mustamlakasi, hududi deylik, Zamorskiy territoriya, ya'ni dengiz orti mamlakatlari, mahalliy kanak aholisining qo'zg'oloni boshlangan Yangi Kaledoniya ustidan nazoratni tiklay olmayapti deb xabar beradi BBC degan aniq uz nashri. Oliy komissar, endi ular uchun oliy komissar Louis Le Frankning ta'kidlashicha, hokimiyat Yangi Kaledoniyaning ba'zi hududlarini nazorat qilmayapti va Fransiya yuborgan kuchlar yo'qotilgan shahar hududlarini qaytarib olish uchun foydalanilmoqda. 13 may kuni Yangi Kaledoniya poytaxti Noumea shahrida mahalliy saylovlarda saylovchilar ro'yxatini kengaytirish bo'yicha fransuz qonun loyihasiga qarshi norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylangan. Endi bu yerda yaralanganlar va hibsga olinganlar haqida xabar ketyapti. Keling, xaritadan ushbu davlat qayerda ekanligiga bir nazar tashlasak. Yoningizda bor. Demak, hurmatli muxlislar, Avstraliya, chap tarafingizda Avstraliyani ko'ryapsiz, o'ng tarafda Yangi Zelandiyani ko'ryapsiz. Mana bu mana hozir muxtorga ko'rsatgan Yangi Kaledoniya. Mana. Demak, hudud jihatdan ham bu o'zi Yangi Zelandiya katta emas, lekin tushunishimiz bo'yicha Yangi Kaledoniya undan ham kichkina, shundaymi? Shunday. Muxtor aka, juda kichkina hudud. Endi savol tug'iladi, hurmatli muxlislar. Fikrat tahliliy dasturi Venesuelani ham ishiga aralashdingiz, Afrikaga ham aralashyapsiz. Endi Avstraliya bilan Yangi Zelandiyani o'rtasidagi Yangi Kaledoniya ham sizlarni xavotirga solyaptimi, o'ylantiryaptimi? Yo'q, o'zi aslida xavotirga solmayapti. Faqat o'ylantiryapti. Chunki BBCda chiqqan boshqa bir xabarda nima deyilyapti? O'qib beraman. Fransiya Ozarbayjonni Yangi Kaledoniyalik separatistlarni qo'llab-quvvatlashda ayblayapti. Muxtoriga, Ozarbayjon qayerda, Yangi Kaledoniya qayerda? Mana masalan, keling mana shuni xaritani biroz kichkinalashtiramiz. Muxlislarimiz Ozarbayjon va Yangi Kaledoniya o'rtasidagi masofani biroz tushunishlari uchun, hurmatli muxlislar, va bir iltimos bor, kichik iltimos bor. Mana bizda hozir chatda faol bo'lib, demak, bizni qo'llab-quvvatlayotganlar ham, bizni tanqid qilayotganlar ham, bizga qo'shilayotgan, qo'shilmayotganlar ham bor. Yangi Kaledoniya haqida eshitganmidingiz? Shu haqida bir izoh qoldirsangiz, biz xursand bo'lardik. Xolis, to'g'risini ayting. Ya'ni mana shu ko'rsatuvda shu savol berilgunicha Yangi Kaledoniya haqida eshitganmidingiz? Biz javoblaringizdan xursand bo'lamiz. Demak, Fransiya Ozarbayjonni Yangi Kaledoniyadagi qo'zg'olonlarni, deylik, separatistlar, qo'zg'olon separatist ikkalovi bir-biriga yaqin, qo'llab-quvvatlashda ayblayapti. Fransiya Ozarbayjonni Avstraliyani bir burchagida, Avstraliyadan ham sharqroqda joylashgan bir davlatdagi to'ntarishlarda ayblayapti. Muxtorga nimalar bo'lyapti? Endi biz ko'proq g'arb ommaviy axborot vositalarini eshitganimizda o'sha Yangi Kaledoniya separatistlari degan pozitsiyani bizga bayon qilyapti. Ya'ni bu yerda haqiqatan ham ular separatistmi degan bu alohida savol. Alohida savol berish kerak. Endi Yangi Kaledoniya bu ko'rib tursak, juda ham orol davlat, kichik, Tinch okeani hududida joylashgan, aholisi 245 ming. Mana bu hududga nisbatan 245 ming juda ham kam. Va u yerda tub aholi kanaklar deb aytib o'tdingiz, aynan shu aholi istiqomat qiladi va ko'chib kelgan Fransiyaning administrativ birligi hisoblanadi va bu hudud, ya'ni Fransiyada, ya'ni alohida bir maqomdagi hududlardan biri hisoblanadi va bu hududni boshqaruvi siz qayd etib o'tganingizdek Fransiya tarafdan bevosita boshqariladi va ichki siyosiy jarayonlar o'sha Yangi Kaledoniya hukumat tomonidan amalga oshiriladi. Bu hudud maqomi ko'p marotaba muhokama bo'lgan, referendumlar o'tkazilgan, bir qancha o'sha referendumlar, ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, referendumlar aksariyatida bu hudud Fransiya tarkibida qolish istagini bildirgan. Hattoki 2021-yil pandemiya bo'lishiga qaramasdan ham referendum o'tkazilgan ekan.
va o'sha natijasiga ko'ra bu referendum savol qo'yilganda Kaledoniya mustaqil davlat bo'lsinmi yoki Fransiya tarkibida qolsinmi? Va bu saylov natijalari referendum natijalariga ko'ra Fransiya tarkibida qolishini ko'pchilik yoqlab ovoz bergan ekan. Unda savol tug'iladi. Qayerda bu yerda separatizmlar? Separatizm nima? Nega bu yerda qayerdan kelib chiqadi? Gap shundaki, bu yerda tub mahalliy aholi soni cheklangan va ular o'sha Kanaka millati va ularning o'ziga xos siyosiy harakati, partiyasi bor ekan. Uning nomi Mustaqillik uchun Milliy ittifoq, Kanaka Milliy ozodlik sotsialistik fronti. Bu harakat aynan Yangi Kaledoniyani mustaqil davlat bo'lishligiga, Fransiya tarkibidan mustaqillikka erishishligiga tarafdori bo'lgan milliy harakat ekan va ularning asosiy elektorati o'sha tub aholi bo'lgan va ular son jihatdan ko'pchilikni tashkil qilmayotgan ayni paytda Kanaka xalqi, Kanaka etnik guruhi. Endi buni qanday qilib Ozarbayjonga bog'lash mumkin? Bu Kanakani ichidagi siyosiy Yangi Kaledoniya ichidagi ichki siyosiy jarayonni o'zi va bu yerda Fransiya bilan munosabatlari qanday yuzaga keldi va bu bugun paydo bo'lgan jarayonmi deb qaraydigan bo'lsak, bu bugun paydo bo'lgan jarayon emas ekan. Sababi Ozarbayjonni bu yerda tilga olinayotgan narsa Fransiya bilan Ozarbayjonni qaysi muammolar birlashtiradi, qaysi muammolarda ularda ziddiyati bor savol qo'yadigan bo'lsak, albatta bu Tog'li Qorabog'dan keyingi Ozarbayjon-Armaniston munosabatlarida Fransiya uchinchi qandaydir tashqi o'yinchi sifatida bu geosiyosiy jarayonlarga qo'shilganligi bilan bog'liq. Ya'ni Armanistonni bu jarayonlarda qo'llab-quvvatlaganligi, hattoki o'sha mojaro paytida ham siyosiy tarafdan Armanistonni qo'llab-quvvatlaganligi va keyinchalik Armaniston Rossiya munosabatlarida ziddiyatlar paydo bo'lgan paytda ham ya'ni nafaqat siyosiy, balki harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlashni amalga oshirganligi, qurol-yarog' yetkazib berish, arman qurolli kuchlarini tarbiyalash, harbiy tayyorgarlikda o'tkazish masalalarida ham Fransiyani qo'llab-quvvatlovchini biz ko'p kuzatyapmiz. Ya'ni Fransiya bu hududda yangi geosiyosiy o'yinchi bo'lishga harakat qilyapti va bu o'zini geosiyosiy ishtirokini harbiy mazmun bilan boyitishga harakat qilyapti. Bu yerda kuchlar nisbatini hozirgi kunda agar qaraydigan bo'lsak, bu Armaniston foydasiga emas va aynan shu vaziyatni o'zgartirishga harakatlari bor va bu istiqbolda hozir endi yechimini topayotgan, Tog'li Qorabog' masalasi yechimini topib, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida delimitatsiya, demarkatsiya borasida muzokaralar ketayotgan jarayonda bu jarayonga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va shularni e'tiborga oladigan bo'lsak, Ozarbayjonning motivlari sal tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni Ozarbayjon tomoni bu geosiyosiy raqobatda qaraydigan bo'lsak, Fransiyani ham ojiz nuqtasiga qandaydir ma'noda e'tibor qaratganligi. Endi zarba berdi deya olmaymiz-ku. Bu qaysi ko'rinishda? 2023-yilda Bakuda Fransiya kolonializmga qarshi tashabbus guruhi tashkil etilgan ekan. Va bu nodavlat bir tuzilma va mana shu tuzilma bir qator konferensiyalar o'tkazgan 23-yil o'zida. Xalqaro konferensiya va u konferensiyalarning asosiy temasi bu Fransiya kolonializmi. Fransiyani ta'siridagi o'sha okean orti hududdagi vakillar ishtirokidagi konferensiya va bu yerda o'sha Fransiyani yuritayotgan siyosati ko'proq tanqid ostiga olingan, hattoki o'tgan yili 23-yil oktyabr-noyabr oylarida o'tkazilgan konferensiyalarda oxirgi noyabr konferensiyada mamlakat prezidenti Ilhom Aliyev ham nutq so'zlagan. Ya'ni bu konferensiyalarga siyosiy vazn bergan va natijada ya'ni bu nutqida Fransiyaning kolonial siyosatini qattiq tanqid ostiga olgan. Ya'ni bu jarayon, ya'ni tanqidga olinadigan darajadagi yomon siyosatda o'zi. Ya'ni bu jarayon o'zi yetilib bo'lgan. Ya'ni bu yerda sun'iy ravishda tanqid qilib muammoni ko'tarildi deya olmaymiz. Faqat bu o'sha olib chiqildi va tanqid ostiga olindi. Va 2024-yil aprel oyida Yangi Kaledoniya tarix, zamonaviy tahdidlar va kutilajak
istiqbol mavzusida yana konferensiya o'tkazildi. Ya'ni agar o'sha konferensiyalarni va davriyligiga qaraydigan bo'lsak, juda ham orasi qisqa. Ya'ni bu mavzu juda ham ko'p marotaba ko'tarilyapti, jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatyapti va endi buni asos sababi emas. Sababi Fransiya parlamenti tarafidan yangi o'sha qonun loyihasi qabul qilinganligi, unga ko'ra mamlakatda fuqarolik, ya'ni okean orti hududlarda, xususan Kaledoniyada, yangi Kaledoniyada fuqarolikni o'sha hududda 10 yil yashagan, fransuz tilida gaplasha oladigan insonlarga fuqarolik berish va ovoz berish, siyosiy huquqlarga ham ega bo'lishlik masalasi ko'tarilyapti-da. Va shundan qaraydigan bo'lsak, bu yerda asosiy xavotir o'sha Kanaka aholisi, demak tub aholi, ya'ni mamlakatga boshqa Fransiyaning boshqa hududlaridan, umuman fransuz tilida gaplashuvchi boshqa etnik guruhlarni ham kelishi va osonlik bilan fuqarolikni qo'lga kiritishligi orqali yangi Kaledoniyaning siyosiy taqdiri deymizmi yoki mustaqillikka intilishlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni bu harakat vakillari ayni paytda Fransiyadan ajralib chiqish separatistik harakat namoyon qilmayapti va istiqbolda mana shunday ularning ovozi eshitilmay qolishi mumkinligidan xavotir bildirilyapti va mana shu masalalar ko'proq muhokama qilinganligi va o'sha shu yangi Kaledoniyada bo'lib o'tgan ko'cha tartibsizliklari, huquq tartib organlari bilan to'qnashuvlar, endi shu holatlarda ham o'sha milliy ozodlik sotsialistik fronti bayrog'i bilan bir qatorda Ozarbayjon bayrog'i ham hilpiraganligi ko'rinib qoldi va bu jarayon bilan Fransiya ichki ishlar vaziri Ozarbayjonni qoraladi, ya'ni bu Fransiyaning ichki ishlariga aralashuv bo'lyapti, u yerdagi separatistik kayfiyatlarni qo'llab-quvvatlayapti. Bu bir tarafdan Ozarbayjon tomoni bu masalaga qandaydir maqsadli qayta murojaat qilayotganligini ortida o'sha tahlilchilar aytayaptiki, bu ko'proq Fransiyani o'zini ichki siyosiy masalalarga ko'proq e'tibor qaratishi lozimligi, Janubiy Kavkazdagi siyosiy vaziyatlarga aralashmaslikka targ'iboti sifatida signal deb qabul qilinyapti va shu tarzda buni qabul qilishimiz mumkin, muhokama qilishimiz mumkin. Muxtor aka, ajoyib ish. Ya'ni nazarimizda Ozarbayjon Fransiyani nozik joyidan tutdi. Hurmatli muxlislar, yana bir javob. Chet elni muhokama qilish, uni kuzatish, bizga nimaga kerak, uzoq yurtlar, har kursida nimadir javob bor deb Muxtor aka. Mana qarang. Hurmatli muxlislar, mana ozarbayjonliklar mana shu dunyoni yaxshi o'rganganliklaridan yangi Kaledoniya degan joyni topganlar. Endi men soddaroq aytib beryapman. Va u Fransiyaning dengiz orti hududi ekanligi ma'lum. Fransiyaning bir hududi. Mana shu joyga biroz e'tibor qaratib qo'yganlar ozarbayjonlik qardoshlarimiz. Fransiyaning xavotirini qarang. Bu ichki ishlarimizga aralashyapsan. Sen o'zingchi Qorabog' masalasida Armaniston tarafida turib olib, ochiqchasiga Minsk guruhining a'zosi bo'la turib, Ozarbayjonni qoralab, Ozarbayjon o'z hududlarini qaytarib olganda uni tanqid qilib va Armanistonga chuqur ta'ziya bildirgan. Ya'ni bu qanday bir o'g'riga ta'ziya bildirgandek bo'ldi-da. Ya'ni o'g'ri olib ketayotganda birovning mulkini o'g'irlab, uni boyagi mulk egasi tutib olib, mulkini qaytarib olsa, chetda turgan bir odam o'g'riga ta'ziya bildiryapti. Senga achinaman, shunday mulkni qaytarib berdingga deb uyat bu o'zi. Bu Fransiyaga aslida uyat edi. Va Turkiylar mana shunday birlashish kerakda o'zi. Qarang, mana Fransiya Ozarbayjonga nisbatan ham geografik, ham demografik, ham iqtisodiy jihatdan ancha katta. Lekin bu Ozarbayjonni qiziqtirmadi. Bu Ozarbayjonni qiziqtirmadi. Bir ushladi yangi Kaledoniyani. Mana hozir Fransiya xavotirda. Ozarbayjon yana dunyo okeaniga ham chiqa olmaydi o'zi. Shunday. Ya'ni yangi Kaledoniyani, deylik, yangi Kaledoniya bilan shug'ullanish uchun Ozarbayjonning imkoniyatlari o'zi kam. Lekin vaqtida Fransiyaga eslatib qo'ydi. O'zing ichki ishlaring bilan shug'ullangin. Ishlaring ko'p o'zi. Yangi Kaledoniyada kanakalarni kamsitayotgan ekansan. Chunki o'sha qonunda, yangi qonunda Muxtor aka,
o'zi avval yangi Kaledoniyada eskidan yashab kelgan fransuzlar uchun Fransiya fuqarolari uchun ruxsat bo'lgan ekan saylovlarda qatnashishga. Yangi qonun bo'yicha 10 yil yashagan bo'lsa ruxsat berilayotgan ekan. Bu so'nggi 10 yillikda 40 ming odam ko'chib kelgan ekan. Bu kanakalar bilan mustamlakachilar orasidagi tafovutni oshirib yuboradi. Tabiiy ravishda tasavvur qiling, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari bir davlatga bir dunyo fuqarosini jo'natib qo'yibdi, u yerda saylovlarda ishtirok etyapti. Va qani adolat deb baqiryapti. Axir bu yatku. Va Ozarbayjon buni eslatib qo'ydi. Haqiqiy turkiy xalqda adolatni xohlaydi aytayapti. Og'ayni yaxshi emas. Yangi Kaledoniyada kanakalarni kamsitmagin deyapti. Sen deyapti, bu yerda bizlarni yerni bosib olib, keyin o'zimiz qaytarib olgan Armaniston to'g'risida kamroq o'ylagin. O'zingizning ishlaringni qiling deyapti. Qarang. Yangi Kaledoniya mustamlaka qilingan-ku, to'g'rimi? Kanakalarning yeri-ku o'zi. Mustamlaka hududi. Shu haqda Ozarbayjon o'ylashi mumkin emas ekanda. Lekin Armanistonni degi Ozarbayjon yerlarini qaytarib olish mumkin emas ekan. Qarang. Bu 500-standart. Endi bu yerda bitta narsa ham ayrim fikrlarni men qiziqish bilan o'qidim. Ya'ni parallel o'tkazilganda Britaniya hamjamiyati degan tuzilma bor. Sobiq Britaniya koloniyalarini birlashtirib turadigan hamdo'stligi degan tuzilma bor. Hanuzgacha ular o'rtasidagi munosabatlarda qandaydir bir o'sha sobiq koloniya bo'lsa ham Britaniya bilan madaniy yaqinligi bor. Fransiyada esa baribir Fransiyaga xos bo'lgan bir siyosiy madaniyat borda. Haligi o'zini millatini suyishlik yoki shovinizm deymizmi, shunga o'xshash tabiat bor. Ya'ni bu yerda ya'ni o'zini sobiq hududlar yoki avval nazoratida bo'lgan hududlariga nisbatan ya'ni ko'proq bag'rikenglik siyosatini yuritish kerak deb o'ylayman. Ya'ni siyosiy jarayonlarni bunaqangi tarzda boshqarishga, ya'ni mahalliy o'sha aholini siyosiy ya'ni imkoniyatlarini cheklash, u yerga boshqa hududlardan o'sha fransuz tilida gaplashuvchi, fransuz fuqaroligiga bo'lgan hudud yoki insonlarni ko'chirish orqali u yerdagi demografik holatni o'zgartirishga intilishi ham ya'ni bu ikki xil holatni keltirib chiqaradi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu jarayonlar ham agar voqealarga qaraydigan bo'lsak, birinchi qilingan ishi Ozarbayjon tanqid qilingan ekan, ikkinchi qilingan ishi bu yerda sotsialistik front deyilyapti-ku. Xitoyning ta'siri bo'lishi mumkin deb TikTok degan ijtimoiy tarmoq bloklangan ekan. Chunki bu hudud Fransiyaga nisbatan Xitoyga va Osiyo mamlakatlariga yaqinda. Albatta. Fransuz nima qilyapti bu yerda? Shundan kelib chiqib, ya'ni bu yerda ikki xil holatni ko'rishi mumkin. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu siyosiy jarayonlar o'ta nozik, hali bu davom etayotgan jarayonlar va Fransiya tomoni ham bu qonunda qat'iy oxirigacha qolishligini bildiryapti. Va qandaydir bu voqealar kuzatamiz, nimaga olib kelishini kuzatamiz. Qarang, savol sizga. Mana bir siyosatshunossiz sizga bir oddiy deylik o'quvchining savoli. Fransiyaning bu harakatlari, ya'ni mustamlakachilik siyosatidan voz kechishni istamasligi Rossiyaning Ukrainaga agressiyasidan nima farqi bor? Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi ikkita suveren davlat o'rtasidagi urush va imperiyacha kayfiyatning davomi. Fransiyani ham bu yerda o'xshash jihatlari bor. Ya'ni Fransiya baribir o'zini buyuk davlat deb hisoblaydi. Baribir imperiyachilikni davom ettirmayaptimi? Axir endi bu yerda bitta farqli jihati bu administrativ nuqtai nazardan Fransiyaning hududi hisoblanadi-da. Bunday mamlakat Ukraina ham bir vaqtlar Rossiyaning hududi edi degan hali bo'mag'ur gaplarni gapirib chiqish mumkin deyman. Mumkin, lekin bu yerda masala shundan iboratki, ya'ni bu hududdagi yuzaga kelayotgan masalalarni, ya'ni bunaqangi sun'iy ravishda o'zgartirishga harakat qilishlik, ya'ni o'sha hududga ko'p sonlik aholini ko'chirib keltirilishligi albatta mahalliy aholi noroziligini keltirib chiqaradi. Bu o'sha mustamlakachilik siyosatining davomi va bu ko'chirilib kelgandan keyin ularga qandaydir siyosiy huquqlarni taqdim qilinishligi ham o'sha mintaqada Fransiya tarafdan uzoqni ko'zlab yuritilmagan siyosat deb qarashimiz mumkin. Albatta. Siyosiy ko'rlik. Rossiya Federatsiyasini harakatlarida ham shunga o'xshash jihatlar bor, lekin Rossiya Federatsiyasi bu jarayonlarda
ya'ni qurolli kuch ishlatish Rossiyaning ochiq agressiya. ochiq agressiya Endi Fransiya esa buni bir boshqacha amalga oshirmoqchi siyosiy edi. yo'li bilan Lekin Ozarbayjon uni ushlab oldi. Endi o'sha turkiylarni yutug'idan xursand bo'lib turamizda, Muxtor aka. Aytadi, endi shuncha vaqt ezishga harakat qilishgan, mana endi hozir Ozarbayjon Fransiyaning nozik nuqtasini topib ushlab turibdi. Endi o'ylaymizki, Fransiya ham bir demokratik davlat sifatida to'g'ri qarorlar qabul qilish vaqti keldi. Mustamlakachilik kayfiyatidan voz kechish kerak. Men metropoliyaman, yo'q, endi 21-asr, o'rta asrlar kabi bir hududga odamlarni olib borib, endi saylovlarda bu o'zi bir xiyla hamda, Muxtor aka. Xilaga o'xshaydi. Xiyla. Masalan, o'zi 10 yil yashagan bo'lsa bo'ldi endi. Endi 10 yil yashash nima? Bir odam yashab qo'yadi 10 yil bir joyda. Agar yaxshi sharoit qilib bersa. 10 yil yashayotgan, o'sha ko'chirib keltirgan haqlar bor-da. Ular birdaniga o'sha siyosiy huquqqa ega bo'ladi. Ertaga kanakalar o'zini yurtida mehmon bo'lib qoladi. Yaxshi emas. Mustamlakachilik yaxshi emas. Rahmat Muxtor aka, ajoyib ko'rsatib, o'zi to'g'risi bu savol, bu masalaning o'zi ajoyib bo'ldi. Ya'ni Yangi Kaledoniya hozir qiziq holat. Chatda savol berdim-ku. Aksariyat yo'q deb javob berdi va alohida so'rovnoma o'tkazganimizda 77% odam endi eshitibdi Yangi Kaledoniyani. Va mana ko'rdingizmi, hurmatli muxlislar? Dunyo siyosati, tarixni bilish, dunyoni tanish qanday foydalarni keltiradi? Xudo saqlasin, qaysidir davlat senga o'zini so'zini o'tkazmoqchi bo'lsa, kuchini ko'rsatmoqchi bo'lsa, sen ham bilib turasan uning nozik nuqtasi qayerda ekanligini. Va shunga biroz shamol estirib qo'yasan, o'zi tushunib oladi. Lekin buning uchun bilish kerak, ilm kerak buning uchun. Xo'p, rahmat. Muxtor aka, keyingi savolimiz, Qozog'istonda yangi qonun qabul qilindi. Endi bu qonun o'zi katta qonun, ichida ko'p narsa, amaldagi qonunga o'zgartirishlar shunaqa qonun qabul qilindi. Va shuni ichida bir qismi bor. Xo'p. Demak, fuqarolikka qabul qilish yoki qayta tiklash va hokazo shu kabi ishlarda taqiq qo'yilishi, ya'ni ruxsat berilmasligi mumkin, ya'ni fuqarolik berilmasligi mumkin deb yana bir qancha u yerda jinoyatlarni sanab o'tilganda, mana shu jinoyatlarni qilgan bo'lsa deb. Va bundan tashqari yana bir narsa, til haqida masala qo'shib ketilgan, ya'ni davlat tilini elementar darajada bilmaslik. Va Qozog'iston konstitutsiyasi va bundan tashqari tarixini bilmaslik ham unga fuqarolik berishda demak rad etish mumkinligini ko'rsatar ekan. Mana shu yangi o'zgarishlar bo'yicha shu haqda. Muxtor aka, ya'ni bu siyosiy jihatdan qanday qadam? Til albatta davlatchilik ramzi va u tilni shu mamlakat fuqarosi bilishligi o'sha mamlakatda fuqaroligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu ko'p muhokama bo'lgan, ya'ni o'sha hududda yashab turib o'sha tilni bilmaslik masalalari va ko'p jihatdan boshqa xorij axborot manbalarini bu mintaqaga, o'sha hududga ta'sirini oshiradi. Va tilni albatta har qanday davlat o'zini mustaqil degan davlat o'zini tarixi va tilini hurmatini joyiga qo'yishligini xohlaydi. Va bu birinchi o'rinda nima beradi? Bu Qozog'istonda bu jarayon bir muncha avval boshlangan, u ko'proq siyosiy jarayonlarda ishtirok etadigan shaxslarga nisbatan qaratilganida, ya'ni saylovlarda prezidentlik nomzodlar qozoq tilini bilish kerak, qozoq tilidan imtihon topshirar edi, tarixi bo'yicha savol javoblarda ishtirok etar edi va shu yetarlicha bilimga ega bo'lganlargina bu siyosiy jarayonlarda ishtirokiga yo'l qo'yilardi. Sababi Qozog'istonning bu yerda etnik tarkibi bilan bog'liq, ya'ni rusiyzabon aholi ham salmoqli qismini tashkil qiladi. Va bu jarayon nimadan dalolat beradi? Ya'ni Qozog'iston o'zini ichki qonunchiligi bilan mamlakatdagi davlatchilik institutlarini mustahkamlashga harakat qilyapti deyishimiz mumkin. Sababi bu faqat Qozog'istonga xos jihat emas, bu shunga o'xshash qoidalar boshqa bir qator mamlakatlarda kuzatiladi. Ya'ni o'sha mamlakatni bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha mamlakatda fuqaroligi degani u mamlakat bilan siyosiy huquqiy bog'lanish degani. Demak, siz u siyosiy huquqqa bog'lanar ekansiz, o'sha mamlakatga daxldorlik hissini tuyar ekansiz. Demak, bu o'z-o'zidan o'sha tilni bilishligingiz, o'sha mamlakatni yaxshi tushunishingiz uchun qandaydir tarixidan, u yerdagi mental xususiyatlardan xabardor bo'lishligingizni anglatadi.
bu nimaga olib kelishi mumkin? Avvalo, mamlakatda ichki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan millatlararo ziddiyatlarni bartaraf etishga olib kelishi mumkin. Yoki millatlararo totuvlikka xizmat qilishi mumkin. Ya'ni boshqa millat vakillari ham, Qozog'istonda yashayotgan boshqa millat vakillari ham yoki fuqarolikni olishga intilayotgan insonlar ham qozoq tilini bilishligi avvalo ularga yengilliklar yaratib berish bilan bir qatorda o'sha jamiyatga oson integratsiya bo'lishiga olib keladi. Va buni qonun doirasida qabul qilayotganligi ham bu ularni Qozog'iston bo'lg'usi istiqbolda bo'lishi mumkin bo'lgan qandaydir geosiyosiy bosimlar natijasida millatlararo yoki boshqa ziddiyatlarni oldini olishga qaratilgan deb atashimiz mumkin. Chunki bunday holatlar Qozog'istonda ko'p bo'lgan. O'sha mustaqillik arafasida ham bo'lgan, mustaqillik yillarida ham ko'p bo'lgan aynan til asosidagi ziddiyatlar va bu qonun belgilayotganligi bilan belgilanayotganligi avvalo o'sha qozoq jamoatchiligini fikrini bu yerda siyosiy darajada namoyon etilishi bilan olib keladi va muayyan darajada ya'ni boshqa mamlakatlarda bo'lgani singari, ya'ni ayniqsa Rossiya bilan hozir ketayotgan munosabatlarda endi ya'ni tilni asosiy ta'sir vositasiga aylantirishdan oldini oladi. Masalan, rus tiliga qandaydir maqom talab qilish yoki rus tili bilan bog'liq uni geosiyosiy qurolga aylantirish masalalarda Qozog'istonda o'ziga xos immunitet hosil qilishga, qandaydir himoya choralari ko'rilishiga xizmat qilishi mumkin. Albatta bu qandaydir o'sha mamlakatni suverenitetini ham hattoki oshirishga xizmat qiladigan qadam deb baholash mumkin. Rahmat. Hurmatli muxlislar, demak biz asosiy savollarni Muxtor akaga berib bo'ldik. Endi savollaringiz bo'lsa, mavzu yuzasidan Sharq, G'arb hafta ichida, hafta davomida sodir bo'lgan voqea hodisalar bo'yicha Muxtor akadan javob olib berishga harakat qilamiz va iloji boricha konstruktiv savollar, foydali savollar bo'lsin. Marhamat. Foydali deganda endi umuman mazmunli bo'lsin demoqchi edim, chunki foyda tushunchasi ham hammada har xil. Xo'p. Isroil haqidagi vaziyat haqida biroz aytib ketsangiz, Isroil-Falastin urushi. Endi Isroil-Falastin mojarosida qanaqadir bir siyosiy bir dinamikada o'zgarish ko'zga tashlanayotgani yo'q. Ya'ni o'sha Rafaqdagi vaziyat tangligicha qolyapti va Rafaqda o'sha avia zarbalari berilib borilyapti va bu yerda bir albatta haligi fojiali jarayon, buni juda ham og'riqli, lekin qandaydir bir yangi fazaga o'tganligini kuzatayotganimiz yo'q. Ya'ni quruqlik operatsiyasi nazarda tutyapman. Quruqlik operatsiyasiga Isroil tarafi kirishayotgani yo'q. Bu yerda asosiy masala AQSh bilan Isroil o'rtasidagi munosabatlarda ko'zga tashlanyapti. Ya'ni amaldagi administratsiya, ma'muriyat Isroildan xatti-harakatlarda inson huquqlariga e'tibor qaratish va u operatsiyalarni to'xtatish masalalariga urg'u beryapti va aks holda qurol-yarog' bilan ta'minot masalalarida ya'ni to'xtatib qo'yish bilan tahdid qilyapti. Bu ham yangi xabar emas va so'nggi jarayonlar hali bu bir aniq bir mantiqiy yakuniga yetmagan bo'lsa ham kongressda aynan muhokamalar ketayotganligi va yangi bir ya'ni Isroilni aynan administratsiyadan ham aylanib o'tgan holatda to'g'ri harbiy ko'mak berish imkoniyatini yaratadigan qonun loyihalar haqida muhokamalar ketayotganligi ham bu shundan dalolat beradiki, AQShda ya'ni Isroil masalasida shu ko'plab mutaxassislarni bu yerda fikri umumiy, ya'ni uning doimiy hayotiy muhim manfaatlari bilan ya'ni o'ziga xos ichki ta'sir kuchiga ega bo'lgan guruhlarni manfaatlari to'qnash kelyapti va bu yerda shu ziddiyat hozirgi kunda ya'ni Amerikaning juda katta so'roq ostiga qo'yib qo'yganligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qisqasi aytadigan bo'lsak, bu urushda asosiy hal qiluvchi ta'sir kuchiga ega bo'lgan mamlakat bu Amerika Qo'shma Shtatlari va u yerda esa aynan ichki siyosiy jarayonlar bu borada ko'proq Isroil tomoniga yon bosishga harakat qiluvchi kuchlar nisbatan ko'proq
va bunga hozirgi kunda o'sha Bayden administratsiyasi tarafidan bildirilayotgan xavotirlarni ham qandaydir aylanib o'tishga va Isroilni shu holatda ham qo'llab-quvvatlashga chorlaydigan kuchlar faollashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Yana xabarlarda aytilyapti, 17-may kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Ozarbayjonga tashrif buyurgan va to'g'ri Qorabog'ga, Fuzuliy shahriga borgan. Biz Fuzuliyni nega yaxshi ko'ramiz? Chunki u yerda O'zbekiston birinchi sonli maktabni qurgan, Mirzo Ulug'bek nomidagi birinchi sonli maktabni qurgan. Bu shu tarafdan biz Fuzuliyni yana ham yaxshi ko'ramiz. Ya'ni biz u yerda bormiz. Shu haqda. Tog'li bu tashrif albatta birinchi o'rinda parallel qilishimiz kerak-da. Belarus rahbari hali Qrimga tashrif buyurgani yo'q. Ya'ni bu tashrif buyurishlik o'sha hudud ustidan Rossiyaning qonunchiligini qabul qilish, Rossiyani qabul qilish anglatadi. Tog'li Qorabog' tashrifi esa bu faqat so'zda, bayonotda emas, amalda o'sha hududlar ustidan Ozarbayjon yurisdiksiyasi tiklanganligi, Ozarbayjon ajralmas qismi ekanligi, Tog'li Qorabog' haqidagi Belarus tarafining pozitsiyasi qat'iy ekanligini ko'rsatib beradi. Ya'ni bu mojaroda Belarus tomoni qaysi tomonda ekanligini yaqqol namoyon etdi desak bo'ladi. Ya'ni bu Ozarbayjonning yutug'i va Belarusning o'sha pozitsiya ko'rsatishi. Bu birinchi o'rinda Ozarbayjonning diplomatik yutug'i. Ya'ni biz postsovet mintaqasi ichida Ozarbayjonni do'stlari ko'proq Armanistonga nisbatan, hattoki o'sha ODKB deb nomlangan harbiy blokdan chiqayotganda ham Armaniston tarafi bir qiziq holatda aytgandi. Ya'ni biz ODKB tashkilotining ichidamiz, formal bo'lsa ham o'sha tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bilan harbiy ittifoqdoshmiz. Lekin shu ittifoqning ichida ham Ozarbayjon do'stlari ko'p ekan Armanistonga nisbatan. Bizga unda bu ittifoqning nima keragi bor? Shundoq ham ular ko'proq Ozarbayjon tomonini yonini oladigan bo'lsa degan bayonot bildirgandi va buni bir yorqin misoli sifatida Belarus rahbarining kelganini ham uni tasdig'i sifatida ko'rishimiz mumkin. Keyingi savolimiz, Tojikiston chegaradagi xavfsizlik choralarini kuchaytirdi degan xabar chiqdi. Bu Qalampuruz nashrida. Ya'ni keling xabarni o'qiymiz. Tojikistonda fuqarolarning chegara zonasida bo'lishi, kirishi va chiqishi qat'iy nazoratga olinadi. O'zi umuman bu normal amaliyot. Ya'ni chegara zonalari doim alohida e'tibor beriladigan joy. Lekin urg'u mintaqadagi va jahondagi vaziyatni murakkablashtirish tendensiyasi terroristik va ekstremistik tashkilotlarning davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tishga, sayyoramizning turli burchaklarida, jumladan Tojikiston Respublikasida ham g'ayriinsoniy terroristik harakatlarni amalga oshirishga urinishlari mamlakat hududiy xavfsizligi va mudofaasini, barqarorlik va osoyishtalikni, shuningdek aholining tinch hayotini ta'minlashni mustahkamlashni talab qiladi deyiladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot markazi bergan xabarda. Va shuning ortidan demak Tojikiston hududida bo'lgan yoki kirib kelayotgan barcha mamlakat fuqarolari hamda mehmonlariga Tog'li Badaxshon avtonom viloyati va Xatlon viloyatining chegaradosh hududlariga sayohat qilishda pasport va boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni olib yurishlari tavsiya etiladi. Ushbu hududlarga sanab o'tilgan talablarga rioya qilmasdan kirishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi xabarda. Bu xabarga munosabat va qo'shimcha 16-may kuni xabaringiz bor. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizlik kengashlari kotiblarini qabul qilganda Oq O'rda matbuot xizmati bu to'g'risida xabar bergan va Qalampuruz nashridagi xabarni o'qiyapmiz. Va u yerda bir muhim masala to'g'risida gaplashilgan. Markaziy Osiyoni bo'lib tashlashga intilayotgan kuchlarga qarshi birgalikda kurashish kerak. Mana shu ikkita xabar. Bu juda ham yaxshi e'tibor qaratilgan deb atashimiz mumkin, chunki aynan Afg'oniston mavzusi so'nggi paytlarda yana faollashyapti. Ya'ni o'sha g'arb ommaviy axborot vositalarida ham va rus tilidagi matbuot ommaviy axborot vositalarida ham, ya'ni xuddiki aynan Afg'onistondan xavf Markaziy Osiyoga mavjud, u yerda qandaydir kuchlar faollashayotganligi haqidagi ma'lumotlar ko'zga tashlanyapti va siz aytayotgan hududlar Xatlon viloyati ham Tojikiston janubi, Afg'oniston bilan chegaradosh hudud, Tog'li Badaxshon hududi ham aynan
Afg'onistonni aynan Badaxshon degan hududi bilan chegaradosh va o'sha hududlarda demak xavf mavjudligi va chegaradan noqonuniy kesib o'tish mumkin bo'lgan kuchlar mavjud ekanligi haqidagi xavotir bu yerda asosiy motiv, ya'ni pasport rejimini yanada tekshiruvni faollashayotganligi, ya'ni o'sha hududga nisbatan qandaydir xavotirlar mavjud va ommaviy axborot vositalarida aynan rusiy zabonni e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, rusiy zabon ommaviy axborot vositalarida va Rossiyaning harbiy mulozimlarining fikrlarida Afg'oniston hududida qandaydir bir shu destruktiv kuchlar to'planayotganligi va Markaziy Osiyoga xavf mavjudligini takror ta'kidlayaptiki, ya'ni bu masalaga jiddiy e'tibor qaratish kerak degan mazmunda. Va shu chiqishlarni mantiqiy davomi sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi bu jarayonlar Afg'onistonni agar qaraydigan bo'lsak, ko'proq bu Tolibonni siyosiy nazorati qanchalik darajada Afg'oniston butun hududiga tarqalgan degan savolga qo'zg'aydi. Ya'ni Tolibon to'liqligicha o'sha hududlarni nazoratiga olganmi va u yerdagi o'sha turli xil guruhlarning faoliyatiga nisbatan uni munosabati qanday va bu holat hozirgi kunda nimalarga olib kelishi mumkin? Agar shu tarafdan qaraydigan bo'lsak, Tolibon oxirgi berayotgan bayonotlarida, ya'ni Tolibon rasmiylari ko'proq bayonot beryaptiki, Afg'oniston hududidan Markaziy Osiyo davlatlariga hech qanday xavf yo'q va uni hattoki kafolatlashga ham tayyor. Va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy, transport loyihalarini amalga oshirish tarafdori ekanligini ko'p marotaba bayon qilyapti va bu borada O'zbekistonning diplomatiyasi ham janub yo'nalishida ancha faollashgan. Tashqi ishlar vazirining tashrifi yaqindagi va yaqinda transport vazirining tashrifi bo'lib o'tdi Afg'onistonga va o'sha transport loyihalarini muhokama qilish bo'lg'usi o'sha O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston temir yo'li, avtomobil yo'lini masalalari muhokama qilinganligi, savdo-iqtisodiy aloqalarni faollashtirish masalalar ko'tarilayotganligi bu masalani boshqa tarafni anglatadi. Ya'ni haqiqatan ham xavf mavjudmi yoki bu xavotirlarni qandaydir sun'iy ravishda shirilish orqali shu Afg'oniston tomon faollashayotgan harakatlarni to'xtatishga qaratilgan choralarmi? Albatta voqealarni kuzatib borish jarayonida bu narsalarga oydinlik kiritiladi. Endi aynan Qozog'istondagi o'sha shuni ko'radigan bo'lsak, Qosimjomart To'qayev aynan xavfsizlik kengashi kotiblari bilan uchrashuvda shu bayonotni albatta berib o'tdi va o'ylaymanki, Markaziy Osiyoni birlashtirishga, bo'lib tashlashga harakatlar mavjud deganda o'ylaymanki, bu faqat bitta shu janub yo'nalishini nazarda tutmagan bo'lsa kerak. Ya'ni hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi mintaqaviy yaqinlashish juda ham davr sinovdan o'tyapti-da. Mintaqaviy yaqinlashish shu hamma atrofdagi qudratli davlatlarning manfaatlariga ham xizmat qilmaydi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan qadam tashlash kerak va shu mintaqaviy yaqinlashish, integratsion jarayonlarni bir institutsional bir tuzilma holatiga kelishda manfaatdor bo'lmaganlar birinchi o'rinda bu mintaqadagi og'riqli nuqtalarni qo'zg'ashga harakat qiladi. Chegara muammolari yoki ekstremistik kuchlarning faollashi va ta'siri, qanday qurolli mojarolar bo'lishi mumkin. Ya'ni umumiy xavf, avval mavjud bo'lgan xavflarni sun'iy ravishda o'shalar qo'zg'ashga harakat qilish mumkin. Narkotrafik ham. Narkotrafik, noqonuniy qurol-yarog' savdosi, mana shu masalalarni aynan qo'zg'ashga harakat qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan mintaqa mamlakatlari qanchalik darajada yuqori darajada axborot almashinuviga erisha oladigan bo'lsa, birgalikda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtiradigan bo'lsa, o'sha regional ahamiyatga ega bo'lgan xavflarni birgalikda bartaraf etish mumkin. Endi men bu yerda qaysi kuch markazi bundan manfaatdorligini aniq ayta olmayman. Albatta mintaqaviy birlashish bu mintaqani ovozini yuqorilashiga va dunyoning boshqa mintaqalari bilan alohida davlatlar emas, mintaqa bo'lib muloqot qilishda manfaatiga kirmaydigan kuch markazlari albatta mavjud. Rahmat. Bir savol berishdi. Sharq va g'arb
O'zbekistonga qayerdan xavf ko'proq deb savol berishibdi. Sizningcha? Endi O'zbekiston birinchi o'rinda bu Markaziy Osiyo davlati. Markaziy Osiyodagi xavflar O'zbekistonga ham xavf, chunki Markaziy Osiyoning o'rtasida joylashgan. Misol sanab o'tgan xavflar ham xavfga kiradi. Endi oladigan bo'lsak, Markaziy O'zbekistonning o'zining milliy manfaatlari bor. Milliy manfaatlari erishishga yo'lidagi har qanday to'siq bu O'zbekiston uchun xavf. Olaylik iqtisodiy tarafdan milliy manfaatlarga qaraydigan bo'lsak, iqtisodiy hamkorlikni aloqalarni diversifikatsiya qilish, turli tarmoqlarga bo'lish ham uni milliy manfaatlariga to'g'ri keladi. Migratsiya masalalarini bitta davlatga emas, ko'p davlatlarga yoyish ham uni milliy manfaatlariga xizmat qiladi. Xavfsizlik kafolatlarini bitta yo'nalishga emas, ko'p turlikka qaratish ham uni milliy manfaat. Ya'ni mamlakatimizni barqaror rivojlanishi, ichki birdamlikni ta'minlash, aholi turmush darajasini yuksalishi, yaxshilanishiga olib keladigan tashqi muhitni, do'stona muhitni shakllantirish masalalari O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo'nalishi va bunga har qanday tashqi destruktiv ta'sirlar uning manfaatlariga va mamlakatimizga xavf sifatida ko'rilishi mumkin. Endi biz bu yerda ochiq xavflar, bir yashirin xavflar haqida gapira olmaymiz. Umumiy ma'noda aytganimizda aynan shu manfaatlarimizga qarshi bo'lgan Ya'ni harakat. qaysi manfaatimizga qaysi davlat qanday ko'rinishda qarshi bo'lsa, demak biz uchun bu xavf. Keyingi savol o'z iqtisodchilarning savoli ekan, lekin keyin siyosatshunos sifatida siz ham bizga janubiy davlatlar bilan savdodan manfaat bormi? Chunki ularning o'zlarida aholi to'lib yotibdi debdilar. U aholi ko'p bo'lgani yaxshi o'zi, hurmatli muxlis. Ya'ni u yerga narsa sotsangiz bo'ladi. Bu demak Janubiy Osiyo mamlakatlari nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Endi biz Janubiy Osiyo bilan to'g'ridan-to'g'ri bizning mintaqamizni chegarasi yo'q, faqat Afg'oniston orqali o'tish mumkin. Janubiy Osiyo mintaqasi ham, ya'ni birinchi o'rinda bizning mintaqamizning asosiy eksport tovarlari bu energiya resurslariga juda ham ehtiyojligi bor va bu yerda asosiy loyihalarni ko'radigan bo'lsak, masalan, TAPI loyihasi Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri. Bu ko'proq Afg'onistondagi barqarorlik masalalari bilan bog'liq bo'lgan masala, ya'ni gaz eksporti. Yoki Kasa 1000 degan loyiha bor. Bu Qirg'iziston va Tojikiston elektr energiyasini Janubiy Osiyo mamlakatiga yetkazib berish, ya'ni aholini u yerda ko'plik tashkil qilishligi elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojni ham oshiradi. Va biz bilamiz, Qirg'iziston va Tojikiston yozda ortiqcha elektr energiyaga hosil qiladi. Aynan shu elektr energiyani bu ham ko'proq Afg'oniston hududidagi barqarorlik masalalariga bog'liq. Ya'ni bu yangi bozor, yangi imkoniyatlar va ayni paytda Janubiy Osiyo mintaqasi mamlakatlarini bizni Markaziy Osiyo bilan 5+ formatida muloqotni oshirayotganligi mintaqada o'ziga xos muvozanatlashtiruvchi kuch vazifasini ham bajarishi mumkin. Hozir Janubiy Osiyodagi asosiy kuch markazi Hindiston deb oladigan bo'lsak, Hindiston ayni paytda Xitoyni muvozanatlashtiruvchi kuch. Xitoy esa ya'ni boshqa kuch markazlarini muvozanatlantiruvchi kuch. Ya'ni bular bilan teng hamkorlikni yo'lga qo'yishligi bu Markaziy Osiyoda kuchlar muvozanatini ta'minlashga va barqarorlikni kafolatlashi mumkin. Muxtor aka, sizga kattakon rahmat. 1,5 soat bizga suhbat qilib berdingiz. Barcha savollarimizga javob oldik. Bularni biz alohida Nurbek belgilab oldilar, alohida lavha sifatida ham chiqariladi. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.